Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar. Mening ismim Sodiqjon. Bugungi vebinarimizni boshlashimizdan juda ham mamnunman. Bu mening birinchi vebinarim hisoblanadi. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan, men rezyume tayyorlash bo'yicha katta tajriba va juda yaxshi tanish hamda muhim yo'nalishlarga egaman. O'zimni tanishtirib o'tadigan bo'lsam, mening ismim Sodiqjon, familiyam Muhammadjonov. Hozirda ta'lim, axborot texnologiyalari va matbuot va dizayn sohalarida 4 yildan ortiq tajribaga ega hamda ish faoliyatida Tatun Ravshan filiali matbuot kotibi, shu bilan birgalikda IMD System kompaniyasida IT support mutaxassisi sifatida faoliyat olib boraman. Skilllarim asosan jamoaviy ishlash, kontent yaratish, muammolarni hal qilish va mijozlarga xizmat ko'rsatishda yuqori ko'rsatkichlarga ega hisoblanaman. Endi bugungi vebinarimizga rejalariga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda rezyume nima va nima uchun kerak? Ikkinchisi, rezyume tuzilmasi va tarkibiy qismlari. Uchinchisi, amaliy yozish usullari. Nima qilish kerak va nimalardan qochish lozim? To'rtinchisi va ishga topshiriladigan rezyume turlari va ularga misollar ko'rib o'tamiz. Birinchi navbatda samarali va professional rezyume yozish bo'yicha amaliy yo'riqnoma bo'ladigan bo'lsa, bizning maqsadimiz ushbu vebinar ishtirokchilariga va yurtimiz aholisiga zamonaviy va ish beruvchilarga e'tiborni tortadigan rezyumelar tayyorlash bo'yicha amaliy bilim va ko'nikmalarni berish hisoblanadi. Aynan vebinarning maqsadi. Rezyume nima va nima uchun kerak? Rezyume o'zi bu sizning ish beruvchiga taqdim etadigan birinchi taassurotingiz, ya'ni hissiyotingiz hisoblanadi. Rezyume bu vaqt 6 soniyadir. Ya'ni ish beruvchi sizning rezyumengizni ko'rish uchun o'rtacha 6 daqiqa vaqt ajratishadi. Bu dunyo statistikasi hisoblanadi. Bizda aynan statistika qanday, rezyumega qaraladimi yo'qmi, bu o'zingiz ixtiyoringiz qanday olinishi. Endi uchinchisi bo'lsa, sizning malakangiz, tajribangiz, qobiliyatingiz haqida qisqa, lo'nda va aniq ma'lumot berib o'tadi. Rezyume tarkibiga keladigan bo'lsak, rezyume tarkibiga tavsiya etiladigan tarkiblar bu shaxsiy ma'lumotlar, ism, aloqa ma'lumotlari, ma'naviy maqsad, qisqacha tanishuv va career objective, ya'ni tajribalaringiz bo'lishi kerak. Uchinchisi ta'lim. To'rtinchisi ish tajribaga ega bo'lishingiz kerak. Agar bo'lsa yoki bo'lmasa, ko'nikmalar, skilllaringiz. Skilllar borasiga keladigan bo'lsak, hard skill va soft skill hisoblanadi. Buni ham ish topshiradigan joyingizga qanday holatni bilib, shunga qarab skilllaringizni yozasiz. O'zingizni skilllaringiz umuman o'zgarmaydigan skilllaringizni yozsangiz ma'qulroq. Rezyumeda umuman yolg'on ishlatib bo'lmaydi. Chunki sizni texnik suhbatga chaqirganda, HR yoki kadrlar bo'limida texnik suhbatga chaqiriladigan bo'lsangiz, aynan shu rezyumengizdan savollar berib boriladi. O'rgangan ma'lumotlaringiz, barchasi ko'nikmalaringiz shu jihatdan baholanadi. Oltinchisi loyihalar, sertifikatlar va kurslar. Yettinchisi qiziqish, ixtiyoriy ishlar agar kerak bo'lsa. Va keyingi rezyume yozishda asosan e'tibor beriladigan jihatlar bu to'g'ri she'r tayyorlash va dizayn. Biz chiroyli dizaynlar tayyorlaymiz, ya'ni o'zimizning tasvirlarimizni qo'yib, ya'ni o'zimiz chiroyli tushgan rasmni ko'ramiz yoki 3x4 tushgan rasmimizni. Ilgari rezyume sifatida biz obyektivkani ko'rar edik, lekin bu noto'g'ri. Hozir obyektivka degan narsani chiqib ketdi va buning o'rniga rezyume siz haqingizdagi ma'lumot yuqori optimal yechimga ega hisoblanadi. Endi rezyumega sizning suratingizni qo'yishingiz bu juda ham e'tiborsizlik hisoblanadi. Ayrim korxonalargina buni sizdan talab qiladi. Ya'ni modelerlik, dizaynerlik va hokazo shunga o'xshash korxonalarda bu talab etiladi.
Lekin standart bo'yicha olib qolinadigan bo'lsa, sizning rezyumengizda yuz tasviri tushirilmasligi kerak, ya'ni juda ham bachkana bo'lib ketmasligi kerak. PDF formatda tayyorlanib topshirilishi zarur bo'ladi va imkon qadar bitta sahifadan oshmasligi talab etiladi. Ya'ni NeoBio uchun ideal hisoblanadi. Bitta betdan oshmaydigan bo'lsa va imkon qadar grammatik va uslubiy xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak. Asosiysi ishga aloqasi bo'lmagan ortiqcha ma'lumotlarni kiritib yotmang. 6 daqiqa, ya'ni rezyumega sarflanadigan vaqt 6 soniya bo'lganligi tufayli 6 soniya ichida sizni ishga aloqador bo'lmagan ma'lumotlaringizni ko'rishga qaratib qo'yadigan bo'lsa, diqqatni kadrlar. Bu sizni ziyoningizga, ya'ni ishdan offer olmaslikka olib kelishi mumkin. Endi bo'lsa siz bilan amaliy holatda ko'rib chiqamiz. Hozir bundan avval birinchi testdan o'tgan, hozir aynan Aspire Institute Harvard o'quv kursining alohida ajrab chiqarilgan Aspire Leader Internship, ya'ni Aspire Institute tomonidan application holatda olib boriladi. Ya'ni bu rezyume emas, lekin sayt bo'yicha birma-ketin personal information, career informationlarni birma-ketlikda ko'rib chiqsangiz bo'laveradi. Bunda yig'ib o'zingizni ma'lumotlaringizni yig'asiz, chek qilasiz. Chek qilganingizdan keyin oxiri rezyumelaringizga nima yozishingiz kerakligi aniq bo'lib qoladi. Mana rezyumega keladigan bo'lsak, bu misol tariqasida tayyorlangan o'zbek tilidagi rezyume hisoblanadi. Men bu rezyumeni asosan o'zim topshiradigan korxona yoki ta'lim sohasi bo'lgani uchun biroz ko'proq topshirganman va menda aynan shunday so'raganligi uchun bu yerda men qayerdanligim, aloqa manzillarim, bog'lanish va LinkedIn, asosan ma'lumotlaringizni LinkedInga kiritib boradigan bo'lsangiz, bu juda ham mas'uliyatli hisoblanadi. Ya'ni sizni offer olishingizga ham ta'sir qiladi. Aynan chet el oliy ta'lim muassasalariga yoki qandaydir konferensiyalarga topshirmoqchi bo'lsangiz, mana shu sizga yutuq beradi. Endi profilingizga men asosan ta'lim, axborot, yuqorida aytib o'tgan holatni yozib qo'yganman va tajribaga keladigan bo'lsak, har bittasini aniq ma'lumot berib borishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni 2023 yil noyabrdan hozirgacha matbuot kotibi qayerda? Mana shu nomli shu yerda. Mana Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Nurafshon filialida matbuot kotibi. Tushunib olish uchun. Endi men skilllarimni ko'rish uchun bo'lsa, ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikda yo'l qo'yish, rasmiy xabarlar, e'lon va maqolalarni tayyorlash va hokazo, shunga o'xshash. Endi keyingi ishimga keladigan bo'lsak, hozirgacha deb qo'yilgan va bu ham ta'sir qiladi. Kompaniyada nima ishlar olib borasiz? Buni imkon qadar isbot dalillar bilan kiritib olsangiz ma'qul. Men texnik suhbatga o'tganligim sababli bu rezyumeni qo'yganman. Texnik suhbatdan tashqari, agar suhbatdan avval bo'ladigan bo'lsa, sizni o'zingizni ochib berishingiz kerak. Bunaqa ma'lumotlar emas, lo'nda aniq bo'lish kerak. Bu yoyilgani texnik suhbatda meni savol javob qilish uchun va men bunga bemalol boshqa narsa ham qo'shsam bo'laveradi. Offerlaringizga borish va ta'lim. Maktabdan hozir mana birinchi, men hali tugatmaganim uchun universitetda o'qiyotganligimdan va tugatgan kurslarni birma-ketinlikda yozib borganman. Biroz xatolik ketdi. 2024-2023, ya'ni eskirtdan boshlanadi yoki pastdan tepaga chiqish, mana maktab, keyin oliy ta'limga tayyorlov kursi, keyin o'quv kurslar
va hokazo. Universitet, hozir universitetda o'qiyotgan bo'lsam, universitet. Va ko'nikma va qobiliyatlaringiz. Mana aytib o'tgandek, men 1 2 3 4 5 ta bo'lim yozgandan keyin ko'nikma va qobiliyatlaringiz o'zingizga bog'liq. Bu ham yolg'on ma'lumot ishlatish taqiqlanmaydi, lekin texnik suhbatga o'tganingizdan keyin sizdan offer ololmaslik holati yuzaga kelib qolishi mumkin. Ya'ni HR bilan suhbatda sizga noto'g'ri ma'lumot olib, keyin shuncha vaqtingiz bekorga ketishi mumkin. Qiziqishlaringiz ham o'zingiz bilgan qiziqishlar bo'lsin, masalan, kitob o'qish, yozuv va blog yuritish, rasm san'at, piyoda yurish, sayohat qilish, ping-pong o'ynash va taom pishirish mening bu hobbiyim va qiziqish faoliyatlarim bo'lganligi uchun men shularni yozganman. Va menga tasvirlab berish kerak bo'ldi desa, men aynan qiziqqanim uchun buni bemalol 1 soat desa 1 soat, 2 soat desa 2 soat tasvirlab bera olaman. Va siz ham agar boshqa futbolga qiziqadigan bo'lsangiz, futbolni qanchalik foydali ekanligini, qiziqishlaringiz bemalol bir kun ham gapirib berasiz, ya'ni o'zingiz qiziqqan narsa haqida. Endi sizlar o'ylashingiz mumkin, buni qayerda olganman va kim tavsiya bergan? Aynan bu tizimdagi bir varaq holatda bo'lishi kerak. Sizlarga asosan kerak bo'ladigan narsa bir varaq holatda bo'ladi va qisqa lo'nda aniq bo'lishi kerak. Siz bilan bog'lanadigan narsa eng yuqorida bo'lishini ta'minlang. Raqam. Biz O'zbekistonda raqam va email deyarli kam bo'lgani uchun email keyin qo'yaman, birinchi raqamga qo'yganman. Email ba'zilar faqat emailni qo'yadi chet elda. Nimaga? Chunki ularda chetda email orqali xabarlashadi. Va emailda ham ishlaydigan email bo'lsin va emailni kiritganingizdan keyin emailga e'tiborli bo'lishni boshlashingiz talab etiladi. Va sizlarga eng oxirgi holatda umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsam, qisqa lo'nda bo'ldi, lekin sizlar agar mana shu rezyume tayyorlashda yoki ishga kirish jarayonida qandaydir qiyinchilik yoki muammolarga duch keladigan bo'lsangiz, telefon raqamga, emailga murojaat qilishingiz mumkin va bugungi darsliklarni asosiy lo'ndasini bu YouTube link orqali, bu YouTube linkimiz security link bo'lgani uchun faqat shu link orqali kira olasiz, lekin ommaviy qidirsangiz bu chiqmaydi. Bu o'zi taqiqlangan bo'lsa ham ko'pchilikka aytganman va bu link orqali siz rezyumelarni bepul templatelarni olishingiz mumkin. Aynan o'zingizga ma'qul kelgan rezyumelarning templatini olib olishingiz mumkin va Wordda tezda tahrir qilishingiz mumkin. Buni Canva'da qilsam ham bo'laveradi yoki boshqada qilsam bo'laveradi deyish noto'g'ri. Aynan Wordda qilingan varianti sizga eng maqbul variant hisoblanadi bu jahon standarti bo'yicha. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, izohlarda yoki telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'linglar.